Garip Seyahat filmide Sunuku'nun ilk anlasak mağaratodaki ustaz Puti Lavzu zari kim? Onun üstünlüğü yaman. Lekin onun demişki kim şüphet yok aptıdı bu eserde. Bugün nurgullarına talep edilsem hoş demen kılıp sözülsek tünügün sözülgen Cubacı yakıdık temamını üçüp ötüptü de oynayan falan. Şuna bugün Mahmutsal uzak şuna körüştüm bir balla bir yaxşı jürek görüyor. Düş altın yollap ya kho belgisini yollap degandek bir neymeler kılıp anladık gibi görsen var. Rahmet. Bu kim degende manda 3 xil göz qaraşı var. Belki 3-cü xil göz qaraşını anlap baxmagan, təklif baxmagan şamanlık. Birinci xil göz qaraş Puti Lavzu evliyalarının evliyası. Bu yalğız Sunuku'nun ustaz olup qalmay Rulay'nın muhammedtanın ustazı. Bu bütkül evliyalarının mağartını bızıdığan, taqatqan şundaq bir en sırlıq şəxs. Şuna bu Sunukun kitadigan vaqtımı bunun qıdaydı. Mendin mağarat ögengini, menin ismimni ikkinchi bir yer chiqirib qolma. Chiqirib qalsang, Juma? deb qo'ydi. Sunukun erishni ma'lum qilgan vaqtdimi Yorun Sultan'ın kursunu buzub atıdı orunduqlarını. Wang Munyan'ın şaptulluq bağlarını vayron qatıdı. Evliya peshvasının ıskırın ayaqlarını yap o'chaqlarını örüp hatta Rulay'nın qulug'ini siyib atıdı. Rulay'nın shundaq achchiq bo'ldi, lekin bu yerda sen kimning shogirdi deb so'rashgan petlanmaydi. Ko'ngli tujib bo'ldi, ham shundaq bo'lib qolishini xohlamaydi. Uqibdi g'anlar bo'lsaysak bo'lmasdi deb tilab turibdi. Şu an Sunukuni o'ldirishgan petlanmay tağının astığı bastırıp koyup tutudu. Normalda gap var. Amitabh Butta'nın nerede kayvu okugan, nerede dersxana açgan degeni bu Puti Shusha kayvuda dedi. Puti derxana astığı açtı, derxan bir yeri var şu. Şu Puti Lavzu'nun şagirdi oğaşkınışta kıldı. Andan avalı suara kelgen vaqtımı Sunukun çaqıp dedi. Ama üçcanlar, dirayip olup qaldınlar. Bir rayip, nam kerek sizlerine dese Sunukun şu vaqtında. Benim burun ustazım bir boğan namı var. Vukun deydigan ekenkine deb turib ketib buni o'zgartirishga petinolmaydi. Aqaga ishkisimu Vujin, Vunun deb mashina baslashtirib bundan bo'ldi. Ham Sunukun bu izchil yaxshilik qildi. Mana bir yer bor. Oldin mani men yeni bir xil taklif qilib berman, saqlanman. Undaqda Puti Lavzu shundaq yomon turib, nimishqi bu keyin yo'qolib ketdi degan amaliyot yo'qolib ketmadi. Bu tunji peshkisi Sunukunni men bo'lgandan keyin qağıllarının oyununu kuyuruvatdı bu yerde. En yaman kişi oyunda usulukla futbol emas, belki şunda o qarşı tarafı iç güç tarafı oyun qilib oyunda ateşede tamasha kuyurdu Allah. Mallar şunun ustudikimi şunno, Johnson Puti Lavzu degan. En yamani. Hem de ikkinchi xil ko'z qarashlar Amitabh Butta bilan Puti Lavzu bilan Puti ikisi birada. Hem bu ikisinin ma'rifati, seyir karomati jihatdan epetgan vaqtda İkisinin ordusunun isminin yakınlığını epetgan vaqtda, o'rnining yakınlığını epetgan vaqtda, ordusunun hatta Juanshu qurilmasining o'xshashligi epetgan vaqtda bunda o'qilib baqsanglar, haqiqatan bir odam bo'lishi mumkin. Undaqda Amitabh Butta nemish qilib Sunukun yasab erishni ma'lum qilib, yerini bostirib qo'ydi deganda, bu yerda bir huquqdorlar ko'rishi bor. Sunukun erishni ma'lum qilib, Yorun Sultan tanklamadi. Tayshanla hücumu tanklamadi. Bütün evliyam gel birleşip tanklamak en ahırda poçi berip juruşturup edimi? Amitabh Butta. Demek emisi ki qanday kemme? Hemmenin aks kim ki? Listonlu dep, ma gepni bildirip qo'yuvatıdı malıga. Mandaq bir yeri var bu huquqdorlar ko'rishini uchu. Shundaq bo'lg'achqa Sunukun o'ltirishga petnamidi. Shunga tag'noqni bostirib qo'ypadircha ishim yo'qmi 500 yilgacha. Va tag'noqni bir yerga ketmay jim yetib turmish edi deb bostirib qo'yibdi. Şundan keyin g'arbki tansonlar bilan ma'lum bo'lib Yamanning o'tish shahlarini putab bir normallikka akib bo'lgandan keyin anondan keyin rasmiy avliyolik maqomini birdi Sunukunga. Endi 3-chi xil ko'z qarash Puti Lavzu bilan avvallik suvarlar butsatva buradan degan ko'z qarash. Qarsanglar butkul asarda Sunukun kuyundigan, haqiqiy kuyundigan mana shu ikkili shaxs bor. Birisi yandaslab ustozi haqiqiy kuyni Puti Lavzu o'rgatdi, undan keyin avvallik suvarı hakikaten kuyundu bununla. Tağman astıda yatqandım yo'qlab bordi va yetibla o'lyazdim bu yerda. Onun nijatlik yo'lidan men ko'p supurdim, işte tam sondak bir rayib kelgan vaqtida mundaq qilindi. Onun keyin neli tenderekni bekitib qo'ygan vaqtida nijatlik mo'yna taqildi. Yen Puti Lavzudan keyin birdan bir yeni bir ma'rifat o'rgatgan odam mana avvallik suvarı uchun. Balkim buni o'tishki vaqtida deydi, eng tas kunga qolganda
yomon vaqt ishlayapti. Balkim shu tog'ning ostiga yetishdan burun mana shu mo'y bo'lib hayotlik nijotlik yo'li mash bo'lgan bo'lsa, balkim tog'ning ostida mana shuni ishlatib ketib keta olishi mumkin emas. Shu vaqtda bir ojizlikni bayqab bergan bo'lishi mumkin. Nima? Hem avvallık suvarın hakikaten qattiq mehribon bo'lsin ekan. Shu o'z balasidagi ko'rdi buni. Onun keyin şunu avvallık suvara en köp yardım qila olsin yo'q tufayli bardig'inim shu avvallık suvara. Andın baya degandek bu jin bunun da namni ma'lumot endi badi mashkiskalkin sunu kunga 500 yil burunlik vukun deb degan nomni bilib qo'ygan. Bu tasodiflik emas sergisi. Endi sizlarcha qaysi xil ko'z qarash Bekerek doğrudur, sizler kanun, bekerek koşulmama. Pingin çünkü beraber sizlerin o kitabını eləyib, şundan sonra bu hukuk bakmanlar bolsa, çocuğunu kirib görüp bakmanlar dostlar. Rahmet.